Taxminan 100 yildan keyin 2130-yillar bo'ladi. Siz, men, qarindoshlarimiz, do'stlarimiz, tanishlarimiz, aka-uka, opa-singillarimiz barchamiz yerning ostida bo'lamiz. Boradigan so'nggi manzilimiz ochiq, oydin, kundek ravshan bo'ladi. Uylarimizda boshqa insonlar yashaydi. Bajarayotgan ishimizni boshqa insonlar bajaradi. Yugurib, yelib topgan mulkimizga boshqa insonlar egalik qiladi. Ishoning, biz haqimizda hech kim hech narsani eslamaydi. Masalan, hozir kim bobosining dadasini eslaydi? Qaysi birimiz eslaymiz? Biz ham shunday bo'lamiz. Biz ba'zi insonlarning bir necha soniyalik xotirasiga aylanamiz xolos.